Munofiq Abduraqib Tümerniyoz kim? Munofiq Abduraqib 1962-yili 7-oyda Turpanning Pichan noyasida tug'ilgan. 1969-yili 9-oydan 1979-yili 7-oygacha 79-yili 7-oygacha Turpanning Pichan noyasining 2-boshlang'ich va 2-o'rta maktabida o'qigan. To'liq sinf ma'lumotiga ega. Ya'ni to'liq o'rtani bitirgan. 1979-yili 7-oydan 1980-yil 1-oygacha dehqonchilik bilan shug'ullangan. 1980-yil 1-oydan 1991-yili 2-oygacha yana shunday bo'lganda 11 yil ichida Pichan, Korla, Kucha, Urumchi qatorliq joylarda diniy zotlardan ta'lim olgan. Endi bu ta'lim olgani Xitoylar tarafidan o'rlashtirilgan ehtimolligi yuqori, chunki bu o'zining Xitoydan beqib olgan bola ekanligi, u o'zi biliklik, ham Xitoy buni shunday shaklda o'rlashtirganligi va buni bir qo'lliq tarbiyalab, saxta diniy zot qilib tarbiyalab chiqish uchun buni mushu joylarda balkim ma'lum darajada ham shu yerdagi diniy zotlarni kuzatish, ham bir shaklda buningda diniy ma'lumot elish ehtiyoji tug'ilg'achqa buni shunday yerda tarbiyalagan ehtimolligi yuqori. 1991-yili 2-oydan 2001-yili 3-oygacha Pichan noyasining Yetkar masjidida imom va xotib bo'lib xizmat qilgan. 1997-yili 9-oydan 1997-yili 11-oygacha yani 2 oy Jungo Islom jamiyatida bilim oshirgan. 1999-yili 5-oydan 1999-yili 7-oygacha 2 oy Misrning Azhar universitetida bilim oshirgan. Qanday oshirishga bu bilmadim. 2001-yili 3-oydan 2012-yili 3-oygacha Islom universitetining muavin mudiri bo'lgan. 2012-yili 3-oydan 2018-yili 1-oygacha Islom universitetining mudiri bo'lgan. 2018-yili 1-oydan hozirgacha Abdunum rayonlik siyosiy kengashining muavin raisi, Islom universitetining mudiri, 12-chi navbatlik xalq qurultiyining vakili, 11-chi navbatlik siyosiy kengashining a'zosi, Jungo Islom dini jamiyatining muavin raisi, Abdunum rayonlik islom dini jamiyatining muavin raisi. Bu Xitoylarning to'rbitida bu Abduraqib Tümerniyoz Xitoyning tarjimali. Bu shunchalik shaklda yozilgan ekan. Bu shuni tarjima qilib qarindoshlarga yo'llab qo'ydik. Qarindoshlarimizga oilasida cho'ng bo'lgan, tegi o'zidan Xitoy. Bu o'zining Xitoyligini ham biladi, ham o'zining Xitoyligidan mag'rurlanadigan bir munofiq. Uning uchun bu bizning iliqi dinimizga mandaq shaklda vakil bo'la oladigan yoki bo'lmasa bir Uyg'urlarga vakil bo'la oladigan insonlardan emas. Uning uchun o'zining Xitoyligini bilgachga, shunga Xitoy xo'jayiniga sodiqlik bilan xizmat qilayotgan bir o'zi sepidan Xitoy bir munofiq. Uning uchun buningga bir shaklda nada bo'lsa, mayli xalqaradagi ba'zi bir davlatlarda nima bo'lsa, bu shakldagi narsalarni aniq deb qo'ysanglar bo'ladi. Buni biz izlanib, bizmi o'zimizga loyiq shaklda tekshirib, bunimizni yo'llab qo'ydik. Mana xabar olib qolishini so'raymiz.